Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. 2026-yilning yanvar oyida O'zbekistonda va qonunchiligimizda katta o'zgarishlar kutilmoqda. Pensiya, oylik nafaqa, moddiy yordam va bola puli bo'yicha yangicha tartiblar joriy etilishi e'lon qilindi. Kimlar oladi? Qancha miqdorda oshadi? Kimlarga imtiyoz beriladi? Bularning barchasi millionlab oilalarga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Agar bu ma'lumot sizga ham kerak bo'lsa, hoziroq like bosing va kanalga obuna bo'ling. Eng so'nggi yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Diqqat qiling, O'zbekistonda va qonunchiligimizda 2026-yil 1-yanvardan kuchga kiradigan milliy qonunchilikdagi asosiy o'zgarishlar. Ozuqabop va moyli ekinlar yetishtiruvchi xo'jaliklarning nasoslari uchun elektr energiyasi xarajatlarining 50% davlat byudjetidan qoplab beriladi. Elektron hisobvaraq fakturani real vaqt rejimida tovarlarni yetkazib berishning yagona zanjiri bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olishda tavakkalchilik darajasiga avtomatlashtirilgan tahlil qilishning yangi tizimi joriy etilmoqda. Bunda yuqori darajadagi tavakkalchilikka ega elektron hisobvaraq faktura hisobot davrida rasmiylashtirilgan elektron hisobvaraq fakturalar umumiy sonining 10% dan ko'p bo'lmasligi lozim. Qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olish qoidalari tubdan o'zgartirilmoqda. Barcha tadbirkorlik subyektlari 14 ta davlat organi uchun 105 turdagi majburiy hisobotlarni Hisobot.gov.uz yagona hisobot tizimi orqali yuborishlari mumkin bo'ladi. Milliy statistika qo'mitasi 2026-yil uchun kreditda statistika hisoboti shaklini tasdiqladi. Umuman olganda 2025-yilda qo'llanilgan 64 ta shakldan 17 tasi yo'q bo'lib ketdi. Ilgari rejalashtirilganidan 3 ta ko'p shakl. JSHDS yoki ijtimoiy soliq to'lovchilar va fuqarolarning boshqa ayrim toifalari bepul rejali statsionlar tibbiy yordam olishlari mumkin. Homiladorlik va tug'ish nafaqalari hamda kasallik nafaqalarini to'lash tizimi to'liq o'zgarmoqda. Ular davlat ijtimoiy sug'urtasi doirasida tayinlanadi va to'lanadi. Zargarlik buyumlarini ishlab chiqarish yoki realizatsion qilish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari daromadidan qat'iy nazar qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchisiga aylanadi. Shuningdek, ular ma'lum shartlarga rioya qilgan holda byudjetda to'langan qo'shimcha qiymat solig'ining 80% ni qaytarib olishlari mumkin bo'ladi. Yillik aylanmasi 1 milliard so'mgacha bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan fuqarolar uchun aylanmadan olinadigan soliq stavkasi 1% miqdorida belgilanadi. Tirik qoramol, qo'y va echki import qilinganda qo'shimcha qiymat solig'ini 180 kungacha kechiktirib to'lashga ruxsat beriladi. To'langan qo'shimcha qiymat solig'ini qaytarish belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Davlat veterinariya xizmati nazorati ostidagi tovarlarni O'zbekiston hududiga olib kirishda veterinariya ruxsatnomasi va sertifikati 2 baravar qisqartirilgan muddatda beriladi. Chorvachilik mahsulotlari yetishtiruvchi xo'jalik yurituvchi subyektlarga ozuqabop ekinlar yetishtirish uchun yer uchastkalarini ijaraga olish huquqini olganlik uchun haqni 5 yil davomida teng ulushlarda to'lashga ruxsat beriladi. Tarixiy va madaniy meros obyektlarining zilzila bardoshligi monitoringi joriy etilmoqda. Birinchi bosqichda mamlakatning turizm salohiyatini namoyish etuvchi obyektlar, jumladan Samarqanddagi Registon majmuasi, Buxorodagi Darvozaxona, ya'ni Ark qal'asi, Xivadagi Ichan qal'a majmuasida monitoring o'tkaziladi. Respublikaning tog'li hududlarini kesib o'tuvchi A373 va M39 avtomobil yo'llari va ularga tutash temir yo'llarda ko'chki sodir bo'lish ehtimoli yuqori bo'lgan hududlar doimiy ravishda radiolokatsion kosmik monitoring qilinadi. Seysmik xavfi yuqori bo'lgan hududlarda kuchli zilzilalarni sun'iy intellekt yordamida o'rta va uzoq muddatli prognoz qilish yo'lga qo'yilmoqda. Birinchi bosqichda Toshkent shahri tajribasi asosida tashkil etilmoqda. Fuqarolarning ijtimoiy yordam bo'yicha murojaatlari oilalar va aholi bo'yicha ma'lumotlarni yuritish raqamli mahalla platformasi orqali amalga oshiriladi.
Buning uchun mahallalarning markazlashgan reyestri ishga tushiriladi. Xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni yashash joyi bo'yicha vaqtincha ro'yxatga olish 1 yilgacha bo'lgan muddatga YAL-DXP orqali amalga oshiriladi. Deputatlar har bir okrugda respublika byudjetidan majburiy moliyalashtirish uchun aholi hayotiga eng ko'p ta'sir ko'rsatgan tashabbusli byudjetning 2 loyihasini tanlab olish mumkin. Bandlik organlari ish beruvchilarning hamkorlari tamoyili joriy etilmoqda. Bu bandlik organlari tomonidan ish beruvchilarga dastlab Toshkent shahrida, keyinchalik respublikaning barcha hududlarida amaliy bilim va ko'nikmalarga ega mutaxassislarni izlashda ko'maklashni nazarda tutadi. Yagona milliy mehnat tizimi idoralararo dasturiy apparat kompleksi orqali qayd etilgan mehnat qonunchiligi buzilishini ish beruvchining ishtirokisiz ko'rib chiqish va qonun buzilishi holatlari bo'yicha elektron ma'muriy qaror qabul qilish tizimi joriy etiladi. Birinchi marta ishga qabul qilingan davlat xizmatchilari bilan mehnat shartnomasi dastlab 1 yil muddatga tuziladi. Keyinchalik faoliyatning ijobiy natijalariga qarab muayyan muddatga uzaytiriladi. Davlat xizmatchilari yilda 1 marta tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Davlat idoralari oshxonalari outsourcingga o'tkaziladi. Talablardan biri sog'lom ovqatlanishni joriy etish va inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan mahsulotlarni sotishni cheklashdir. Sanoat korxonalarini birinchi toifali korxonalar uchun avtomatik monitoring stansiyasi, chang gaz tozalash uskunasi, lokal suv tozalash inshooti va statsionlar kuzatuv posti bilan majburiy jihozlash muddati tugaydi. Respublikaning barcha hududlarida 1 va 2 guruh nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilgan yoki ishga qabul qilishga ko'maklashgan tadbirkorlik subyektlariga 500 million so'mgacha subsidiyalar ajratiladi. Ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi Toshkent shahrida atmosfera havosining ifloslanish darajasi va gidrometeorologik ma'lumotlarni aks ettiruvchi maxsus monitor va talobalar o'rnatadi. Nogironligi bo'lgan shaxslarning harakatlanishi uchun to'siqsiz muhit yaratilgan obyektlar bilan respublikaning interaktiv xarita axborot tizimi ishga tushiriladi. Asosiy faoliyati chiqindilarni to'plash, olib chiqish, saralash va qayta ishlash bo'lgan tadbirkorlik subyektlari uchun asosiy faoliyat turi bo'yicha foyda solig'i stavkasi va ijtimoiy soliq stavkasi 1% miqdorida bekor qilinmoqda. Tajriba sinov tariqasida quyidagilarda natijadorlikka asoslangan yangi boshqaruv tizimi joriy etiladi. Vazirlikda qishloq xo'jaligi, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar to'g'risida Namangan va Surxondaryo viloyatlari hokimliklari, shuningdek Yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman, shahar maqomi berilgan 33 ta tuman shahar hokimliklarida